Surxondaryoda yonib ketgan Leapmotor C11 haqida eshitgan edingiz. Bugun biz siz bilan Leapmotor C16 ning ko'rinmaydigan signallarini 5 nuqtada tekshirib chiqamiz. Natijalar sizga qiziqmi? Unday bo'lsa, videoni oxirigacha tomosha qiling. Siz kutgan natija chiqadimi, yo'qmi? Buni tekshiramiz birgalikda. Leapmotor C16 elektromobilimizning haydovchi o'rindig'i 0.91 milligauss. Ikkinchi nuqta, haydovchi oyoq osti 703 milligaussgacha ko'tarildi. Uchinchi nuqtamiz markaziy konsol. Markaziy konsoldagi ko'rsatkich 0.9 milligauss. To'rtinchi nuqtamiz uning monitori 1.2 milligauss. Haydovchi yon o'rindig'i 1.1 milligaussgacha ko'tarildi. Orqa o'rindiqdagi natijani ham birdan ko'rib o'tamiz. Orqa o'rindiqdagi ko'rsatkichimiz 0.8 milligauss. Leapmotor C16 gibrid elektromobilimizning eng yuqori magnit maydon ko'rsatkichi haydovchi oyoq ostida 703 milligauss. Magnit maydon ko'rsatkichi qancha past bo'lsa, shuncha yaxshi. Sizning ham elektromobilingiz ichidagi magnit maydon ko'rsatkichlari qiziqmi? Unday bo'lsa, ekraningizdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqing. Biz sizning ham elektromobilingizni real testdan o'tkazib beramiz. Videolarimizni ko'plab odamlar kuzatishi uchun YouTube va Instagram sahifalarimizga obuna bo'ling hamda like bosing. Keyingi videolarimiz qaysi elektromobillarda bo'lishini kommentariyalarda yozib qoldiring.